Sizlar hozir men sizlarga butun umr foydalansa bo'ladigan zo'r layfhak ko'rsataman. Yuringlar. Qarab turinglar. Adasi. Eng yaxshi ehson qaysi ehson bilasizmi? Qanaqa ehson? Ota-onaga qilingan ehson, ayollarga qilingan ehson, Ayollarga? Ayoliga. ayoliga qilingan ehson. Men siz ayolingizman-a? Farzandlaringiz onasiman, to'g'rimi? Maqsad ko't. Menga bitta yaxshi ehson qilmaysizmi? Mayli qilaman. Qarang, mana Gulim modada hozir zo'r skidkalar ketayotgan ekan. O'sha yerga kirib menga bitta chiroyli ehson qilib bering. Xo'p, mayli. Dadasi, qarang, 190 mingdan sotilgan sviterlar 99 ming ekan. Voy, qarang, o'rtog'im buni 300 mingdan olgandi. Ichlari nachosli, mexli, qimmat baho deb. Bor yo'q 215 ming ekan. Onasi ensiyani bor yo'q deb qo'ydi. Dadasi, men bu paltolarni qarang, chiroyliligini. Dadasi, men bularni qarang. 265 ming ekan. Arzimaymanmi? Bo'ldimi onasi? Bo'ldi, dadasi. Ha, nimaga kayfiyatingiz tushib ketdi? Ha, zo'r hammasi, ketdik. Bolaga ham narsa qo'shib oldim-da. Hali ham ehsoningizni chegirmada qilib berdim-ku. Mumkinda hamma narsa mumkin. Manzil, Chilonzor, Integro, 1-qavat, Gulim moda do'koni. Ha, aytgancha, bundan ham zo'r chegirmalarni topish xohlasanglar, hoziroq mumkin ilovasini yuklab olinglar. Men o'zim ham bu yoqni mumkindan topdim.